Hurmatli ota-onalar, sizlarni 26-aprel va 2-may kunlari Olmazor tumani ixtisoslashtirilgan maktabdagi ochiq eshiklar kuniga taklif qilamiz. Our school focuses on subjects like physics, mathematics, science, and biology. Let's see. Welcome. Marhamat. Informatika xonalarimiz zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan. Our students won gold, silver, and bronze medals in international Olympiads. Agar farzandingiz matematika va informatika fanlariga qiziqsa, sizni bizning maktabimizda kutamiz. Kimyo fanlari bizda qiziqarli tashkil qilinadi. We pay more attention to laboratory work. Farzandingiz tabiiy fanlarga qiziqsa, bizning maktabimizga tashrif buyuring. Shahruza, mantiqiy masalalarni yechishga qiziqasanmi? Ha, albatta, ustozlarimiz to'garaklarda mantiqiy masalalarni yechishga yordam berishadi. Tushundinglarmi? Maqsadimiz o'quvchilarga tanqidiy va mantiqiy fikrlashni o'rgatish. Bu yerda rus tili darslari bo'lyapti. Здесь проходят очень креативные уроки. Здравствуйте! Если вы хотите свободно владеть русским языком, приходите в нашу школу. Мы вас ждем. Bu fizika laboratoriya xonamiz. There we do interesting laboratory work. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan elektr tokini qanaqa hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ishlang, qattiq, mana bunaqa, keling. Endi 3 deganimda qo'llaringizni bir-biringizga tekkizasizlar. Mana bunaqa tarzda. Hala, 3 bo'lmadi aytganim yo'q. 1 2 3 tekkizinglar. Our students are taught by high educated teachers. Keling, matematika darslarimizni ko'ring. A xaltadan ikkita sharni olib, B xaltaga tashlaymiz. Tavakkaliga olingan bitta sharning yashil bo'lish ehtimolini topamiz. Assalomu alaykum. Farzandingiz matematika faniga qiziqadimi? Unda sizni bizning maktabda kutib qolamiz. Maktabimiz bitiruvchilarining barchasi ingliz tili sertifikatlariga ega va bularning barchasiga esa ustozlarimiz sababchi. If you want to improve your English level, watch our lessons. Hello! If you want your child to learn English better, welcome to our school. This is our students' work and this is our art classroom. Ustozimiz esa o'quvchilarimizga natriumdan tortib miniatyura chizishgacha o'rgatadilar. Maktabimizda jismoniy tarbiya darslari uchun barcha jihozlar mavjud. There are opportunities for children to play games after end of the lessons. Maktabimizga marhamat. We will wait for you.